Bugungi yana bir muhim mavzulardan biri aknelar, ya'ni husnbuzarlar bizga nimaga toshadi va shu haqida sizlar uchun ma'lumotlar berib o'tamiz. Akne va husnbuzarlari bo'lgan yoshlar o'zlariga bo'lgan ishonchlariga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi, chunki yoshlik paytida ko'pchilikda shunday hollar bo'lgan va meni ham atrofimda juda ham ko'p dugonalarim va kursdoshlarimda shunday holat bo'lganda, ularni ishonchi o'ziga nisbatan susayganini ko'rganman. Shuning uchun mutaxassis sifatida sizlarga shu bosqichlarni sanab o'taman. Aknedan qutulish unchalik qiyin emas. Buning uchun ba'zi bir faktorlarga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi va vitaminlarga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Hozir shularni sanab o'tamiz. Akne o'zi nima? Bu degani bir necha jarayonlarni birdaniga buzilishi va hosil bo'lishi. Ya'ni birinchi faktor teridagi yog' bezlarini kattalashishi, ko'proq yog' ishlab chiqarilishi va undan keyingisi bakteriyalarning ko'payishi va albatta oxirgisi yallig'lanish. Ya'ni bu bakteriyalar yallig'langandan keyin bizda yilingli aknelar, husnbuzarlar hosil bo'ladi. Aknelarning eng asosiy sabablari bular gormonlar. Albatta aknelar bu balog'at paytida ko'p bo'ladi. Bunday paytlarda bizda, ya'ni yosh bolalarda, o'smir bolalarda aknelar, ya'ni gormonlarning buzilish holatlari bo'ladi. Gormonlar oshib ketishi mumkin yoki tushib ketishi mumkin. Shunday holatlarda aknelar juda ko'p kuzatiladi. Va keyingi faktor esa insulin va ovqatlanish tartibi. Ya'ni bizni qon miqdorimizda insulinning oshib ketishi ham va oqsillarni kamayib ketishi ham bu aknelarni asosiy sabab hisoblanadi. Biz ovqatlarimizga shakar qo'shishimiz mumkin, sut mahsulotlari, shirinliklar, ya'ni uglevodlar qo'shganimizda albatta aknelarning o'chog'i hisoblangani uchun bizda toshmalar ko'payib chiqishi mumkin hisoblanadi. Va albatta insulin gormoni ham bunga juda ham katta muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Insulin gormonini tushirish uchun esa bizga albatta insulin gormonini eng oshiradigan narsalar albatta uglevodlar. Biz har bir mahsulotlarni glikemik indeksiga qarab iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Buning yechimi esa albatta kam uglevodlar yeyish, ko'p oqsillar yeyish va albatta tabiiy mahsulotlar bilan oziqlanish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Hozirgi kunda nega ham akne ko'p degan savolga yana bir marta isbot. Hozir juda ham ko'p fast foodlar, tez tayyorlangan ovqatlar juda ham ko'p iste'mol qilishadi. Shuning uchun hozir aknelarni ham ko'p ko'rishimiz mumkin. Va hozirgi kunda eng asosiy yana bir faktorimiz vitamin D ni yetishmasligi. Albatta vitamin D ni tekshirtiramiz. Kam bo'lsa albatta har kuni ertalab soat 11 gacha vitamin D iste'mol qilishimiz shart bo'ladi. Vitamin D qanday ishlaydi? Vitamin D organizmga tushgandan keyin bakteriyalar hosil bo'lishini pasaytiradi, ya'ni terining immunitetini oshirib beradi, gormonlarimizni balansga soladi va yallig'lanishimizni kamaytirib beradi. Hozirgi yoshlar orasida vitamin D yetishmasligining asosiy belgilari ortiqcha vazndan bo'lishi mumkin va ko'p zonalarda qorayishlar, ya'ni tirsak sohalarida, bo'yin sohalarida qorayishlar bo'lishi mumkin. Undan keyingi asosiy faktor esa hozirgi yoshlar juda ham kam harakat, quyoshda umuman yurishmaydi, ya'ni quyoshda ochiq havoda biz ertalabki 10 gacha bo'lgan quyoshdan albatta vitamin D olishimiz kerak. Bu narsani ham hozir iloji juda ham kam va noto'g'ri ovqatlanish ham shu muhim omillardan bittasi hisoblanadi. Har kuni vitamin D teriga qabul qilinadi. Bu esa 2000 doza kamida vitamin D ni qabul qilishimiz shart bo'ladi. Buni albatta ertalab soat 11 gacha bo'lgan vaqtda qabul qilsak, vitamin organizmimizga juda ham yaxshi singiydi. Va albatta oradagi 3 mahal ovqatlanish, bu eng to'g'ri ovqatlanish hisoblanadi. Oradagi perikus, ya'ni snacklardan voz kechish eng yana muhim ahamiyatlarga ega bo'ladi. Ya'ni bizni hozirgi kunda ko'p chipslar yeyishadi, pista chaqiladi. Yana hozir juda ham ko'p turlari bor bu snacklarni. Shulardan voz kechamiz va asosiy ovqatlanishimiz albatta tabiiy bo'lgan ho'l mevalar va sabzavotlarga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish bo'ladi. Terini noto'g'ri tozalash ham bu faktorlarga olib keladi. Chunki biz bilmasdan juda ham chuqur skrablar bilan yuzimizni tozalab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni skrablarimizning ichida juda ham mayda-mayda bo'lakchalar bor. Bular kuchli skrablar hisoblanadi. Bu bizning terimizdagi kerakli bakteriyalarni ham o'ldirib, ya'ni bizning yuzimiz uchun foydali bakteriyalarni ham yo'q qiladi va bizning yuzimiz
bu bakteriyalar bo'lmagani uchun kurasha olmaydi va aknelar bo'lishini olib keladi. Va biz ko'p ovqatlanganimizda D vitaminiga boy bo'lgan mahsulotlardan oziqlanishimiz shart. Bular asosan baliqlar hisoblanadi. Baliqlar har xil turlari bor. Ayniqsa vitaminga juda ham omegaga boy bo'lgan baliqlar, bular losos balig'i hisoblanadi. Asosiy oziqamizni asosiy qismini baliqlar bilan to'ldirsak, oziqa orqali ham biz vitamin D ni olishimiz mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, akne bu faqatgina tashqi muammo emas. Bu gormonlar, bizni oziqlanishimiz va bizni turmush tarzimiz, vitaminlar hammasi birgalikda muhim rol o'ynaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, akne bu faqatgina ichki muammo emas, ya'ni ichki va tashqi muammo emas. Aknening sabablari juda ham ko'p. Vitamin yetishmasligi, gormonlar, oziqlanishimiz tabiiy, bu hammasi aknening asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta bizga obuna bo'ling. Bundan ham foydali bo'lgan ma'lumotlarni sizlar uchun berib boramiz.